Ertaklarga ishonishmasin iltimos. Chunki hayot ertaklardagidek emas. Sevgilari uchun erkinliklaridan voz kechishmasin. Qaysi eshikdan kirishsa ham zinhor or-nomusni, g'ururlarini va fe'l-atvorlarini ostonada qoldirishmasin, zinhor. Turmush o'rtoq tanlayotganda qanchalar kelishgan yoki qanchalar boy ekaniga emas, qanchalar yaxshi inson ekaniga qarab bir qarorga kelishsin. Til topisha olishadimi? Baxtli bo'la oladilarmi? Shunga qarashsin. Zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga qarshi chiqishsin. Chunki ayol sifatida sizning sukut saqlashingiz bolalaringizga ham alamli meros bo'lib qoladi. Bugun sizga ko'tarilgan qo'lga qarshilik qilmay rozi bo'lsangiz, ertaga o'sha tarsaki himoyasiz farzandingizni yuziga tushiriladi. Chunki sevgiga o'xshab nafrat ham insondan insonga, avloddan avlodga o'tadi. Tobora ortib boradi.